2026 yilgi Mercedes-Benz avtomobillari kompaniyaning premium segmentdagi tajribasi va innovatsion yondashuvini to'liq namoyish etadi. Yangi model qatori dizayn, texnologiya, qulaylik va xavfsizlik bo'yicha yanada yuqori darajaga ko'tarilgan. Tashqi ko'rinishda zamonaviy va nafis uslub saqlanib qolgan bo'lib, aerodinamik shakllar, silliq chiziqlar va yangilangan old panjara avtomobilga yanada zamonaviy va kuchli qiyofa beradi. LED, multibeam LED va digital licht faralar nafaqat yorqin yoritish, balki aqlli funksiyalar orqali yo'l sharoitiga moslashish imkonini ham taqdim etadi. Orqa chiroqlar dizayni ham yangilanib, avtomobilni uzoqdan ham tanib olish mumkin bo'lgan ko'rinishga ega. Salon ichki qismi haqiqiy hashamat va texnologiya uyg'unligini aks ettiradi. Premium materiallar, ekologik toza bezaklar, yumshoq teri yoki teri o'rnini bosuvchi yuqori sifatli qoplamalar ishlatilgan. Keng va qulay salon oilaviy foydalanish uchun ham, shaxsiy haydovchilar uchun ham mos keladi. Yangi avlod MBUX infotainment tizimi katta vertikal yoki gorizontal sensorli ekranlar orqali boshqariladi. Sun'iy intellekt asosidagi ovozli yordamchi esa haydovchining buyruqlarini tez va aniq bajaradi. Tizim navigatsiya, musiqa, iqlim nazorati va haydash sozlamalarini bir joyda boshqarish imkonini beradi. Raqamli asboblar paneli to'liq sozlanadigan bo'lib, haydovchi o'ziga qulay dizayn va ko'rinishni tanlashi mumkin. Ambient yoritish tizimi salon ichida turli ranglar orqali yoqimli muhit yaratadi va haydovchining kayfiyatiga moslashadi. O'rindiqlar ergonomik shaklda ishlab chiqilgan bo'lib, elektr sozlash, xotira, isitish, sovutish va massaj funksiyalari bilan jihozlangan. Orqa o'rindiqlarda ham yetarli joy mavjud bo'lib, uzoq safarlarda charchoqni kamaytiradi. 2026 Mercedes-Benz dvigatel qatori juda keng. Benzin va dizel dvigatellar zamonaviy texnologiyalar asosida ishlab chiqilgan bo'lib, yuqori quvvat va past yoqilgi sarfini ta'minlaydi. Yumshoq gibrid tizimlar tezlanishda qo'shimcha kuch beradi va yoqilgi tejamkorligini oshiradi. Plug-in gibrid variantlar qisqa masofalarda to'liq elektr rejimida harakatlana oladi. Bu esa shahar ichida ekologik toza yurishni ta'minlaydi. To'liq elektr versiyalar esa uzoq yurish masofasi, tezkor zaryadlash va sokin haydash tajribasi bilan ajralib turadi. Yurish qismi va osma tizimi yuqori darajada sozlangan. Avtomobil notekis yo'llarda ham yumshoq harakatlanadi, yuqori tezlikda esa barqarorlikni saqlab qoladi. Sport rejimlari haydashni yanada dinamik qiladi. Rul boshqaruvi aniq va tezkor javob beradi. Shovqin va tebranishlarga qarshi izolyatsiya kuchaytirilgan bo'lib, salon ichida sokin va tinch muhit yaratiladi. Xavfsizlik texnologiyalari Mercedes-Benzning eng kuchli tomonlaridan biridir. 2026 yilgi modellarda adaptiv kruz nazorati, avtomatik favqulodda tormozlash, piyoda va velosipedchilarni aniqlash, kor nuqta nazorati, yo'lakni saqlab qolish tizimi, yo'l belgilarini aniqlash va 360 darajali kamera tizimi mavjud. Bu funksiyalar haydovchiga har qanday sharoitda ishonchli va xavfsiz boshqaruvni ta'minlaydi. Umuman olganda, 2026 Mercedes-Benz avtomobillari zamonaviy dizayn, ilg'or texnologiyalar, yuqori qulaylik va kuchli xavfsizlik tizimlarini o'zida mujassam etgan. Bu avtomobil nafaqat transport vositasi, balki haydovchi va yo'lovchilar uchun yuqori darajadagi hayot tarzi va qulaylikni taqdim etuvchi premium tanlov hisoblanadi.